Hörmətli görürmənlər, ekranımızğa xoş gəldinlər. Biz yaqında Çex Cumhuriyeti Kengaş Palatasının muavin rəisi bilan söhbət ötküzdük. Amerika bilan Xitay o'rtasidagi raqobatning keskinlashishi hamda ikki taraf munosabatining yiriklashishi o'z navbatida Yevropaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatigami o'xshamagan darajada soya tashlayotganligi ma'lum. Ammo Yevropa bozori zo'r darajada Xitoyga tayindigan bo'lg'achqa, ularning Uyg'urlar masalasida kuchlikroq biror qadam ilishi zo'r ishki va tashqi bisimlarga duch kelmoqda. Bu masala haqida so'z bo'lganda, Chex Cumhuriyeti Kengash Palatasining muavin raisi Jerry Oberfalzer buningdagi halqiliq masalalarning biri Xitoydan ayrilib chiqish ekanligini ta'kidlaydi. Uning qarashicha, navbatda Xitoy hukumati dunyo miqyosida o'z ta'sirini kengaytirishga urinayotganda, kelgusida Yevropaning Xitoyga beqindi bo'lib qolmasligi uchun Yevropa davlatlari jazman issig'ida Xitoydan yiroqlashishi lozim. Bu hal Yevropa davlatlari uchunmi, Uyg'urlar uchunmi o'xshashlar manfaatli ishlardan biri bo'lib qolgusi. Qani amist diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Thank you very much for accepting our interview. Yeah, my first question is ziyoratimizni qabul qilganligingizga ko'p rahmat. Oldi bilan so'raydiganim, bugungi faoliyatda siz Xitoy bilan bo'lgan munosabatni uzish haqida kuchli tashabbusda bo'ldingiz. Nimishqa? why? We must start at the beginning of the issue, and it is Biz cho'qim masalaga uning bosh nuqtasidan qarashimiz kerak. in China. Ya'ni bu yerdagi asosli masala Xitoyning arzon baholi tovarlarining g'arb savdogarlarini o'ziga jalb qilishidir. And they massively use Ular g'arb ellarida ishlab chiqarishga qaraganda Xitoyda ishlab chiqarilsa arzonga to'xtaydigan Xitoyning to'g'an baholi mollarini keng ko'lamda import qilishni tanlab oldi. cheaper than in West society. Xitoyning bunday cho'ng ko'lamda ishlab chiqarish bilan shug'ullanishi mohiyatda ularning iqtisodiy quvvatini oshirdi. Finally, we see Eng ourselves oxirida biz o'zimizning iqtisodiy jihatda o'zimizni yetarli qamdayamaydiganligimizni ko'rib yetdik. Biz nurg'un narsalarni ishlab chiqara olmaymiz, chunki biz ularni ishlab chiqarib odatlanmagan. Bizning hozirgi holatimiz shuki, tashqi savdo tampongligida vaziyat Xitoyga foydali. Xitoy dunyoning hamma yerida, bo'libmi G'arbiy Yevropa va Amerika bilan savdo qilib, necha yuz milliard dollar pul tepib, bu pullarni o'zining har qaysi joylardagi manfaatlarini qo'llashga sarf qilmoqda. Ular tabiiy boyliqlarni, xom ashyolarni, dengiz portlarini, ba'zida hatto odamlarni sotib olmoqda. I can't say this, by people. They finance the Pul va sotib uchur tarqatish orqali ular o'z ta'sirini g'arb dunyosida, universitetlarda, parlamentlarda, hatto muxbirlar orasida kengaytmoqda. Even in parliaments. So they have also journalists on their list. So they use Ular savdodan topgan pullarni o'zlarining manfaatiga sarf qilyapti. Their interests finally. Ularning maqsadi eng oxirida bu dunyoni kontrol qilishdir. I'm sure. So they Men ularning paydin-pay shu maqsadni amalga oshirayotganligini jazmlashtiraman. So this is why we need to recognize. Dal mushu vajdan biz ularning keyinda nimalar borligini yoki qanday maqsadning borligini to'nib yetishimiz va to'xtatishimiz lozim. We should stop it. Demakchimanki, biz ajdarhoning qo'rsaqidan to'yg'ilishini to'xtatishimiz lozim. Bu mening Xitoy bilan bo'lgan aloqani uzishni tashabbus qilishimdagi oddiy sababdir. Yes, thank you very much. But in Europe, we've seen Tushuntirishlaringizga ko'p rahmat. Yevropadagi ba'zi mamlakatlar, masalan, Vengriya rahbarlari Xitoyning rahbarlariga baklik cho'qinadi. Germaniyaga o'xshash ba'zi davlatlar Xitoy bilan savdo qilish va tijoratlarni kengaytirishga kuchayotdi. Angliya hukumati yaqinda o'zining tashqi ishlar vazirini Xitoy bilan bo'lgan aloqasini qaytadan tangshash uchun Beijingga vatdi. Mushundaq sharoitda sizningcha yaqin kelgusida Yevropaning Xitoy hokimiyati bilan bo'lgan munosabatini butunlay uzishi mumkinmi? with the Chinese regime. I don't believe that it could happen in near future. Men buning yaqin kelgusida mumkin bo'ladiganligiga ishonmayman. Lekin bu cho'qim bo'lishi kerak. Ya'ni munosabatni uzishimiz kerak. Bo'lmasa biz butun dunyo miqyosida Xitoyning ta'sir kuchi ostida yenjilamiz. Ular bizning xo'jayinimizga aylanib bizga buyruq tushiradigan, biz ularga itoat qiladigan holga tushib qolamiz. Should follow their instructions and orders. During the debate, Munozara jarayonida g'arb dunyosida bir necha guruhning borligi bir necha qatam tilga ilindi.
Yani nurg'un narsalarga qiziqib, ulardan foydalanishni ko'zlaydigan siyosiyonlarning borligi oydinlashdi. Masalan, ular jamoatning o'zlarini qo'llashini istaydiganligi uchun ular jamoat ko'ngil bo'ladigan va tushunadigan masalalarga diqqatini markazlashtiryapti. Yana bir guruhda kishilar savdo korxonachilar bo'lib, biznikidek erkin jamiyatda savdogarlar va korxonachilarning iqtisodiy faoliyatlarini buyruq bilan to'sishimiz hamda ularni idroqlik harakat qildirishimiz qiyinga tushadi. Lekin biz bularga bir amal topishimiz kerak. Bilishimcha, Amerikada majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan tovarlarni cheklash qonuni ma'qullandi. Menimcha, biz bu shunday bir yo'l tutishimiz kerak. Sizning da'vatqinimiz Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni. Majburiy emgak Xitoyning arzon tovarlarini ishlab chiqarishiga yordam qiladi. Bu kishilarning taqdiriga ziyonli hamda ularning orzusiga muxolif bo'lgan qilmishlardir. Yaqinda buyon Chex Jamhuriyati siyosiyonlarining Tayvan mustaqilligi va Uyg'urlarni qo'llab-quvvatlashiga diqqat qildik. Ularning bu jihatdagi izchilligi kuchli. Nurg'un davlatlarga serishtirganda Chex Jamhuriyatining iqtisodiy va harbiy kuchi jihatdan o'tiral bo'lishiga qaramay, mushundaq maydonni tutishi haqiqatan kishini ta'sirlantirdi. Shunga birovning buni savolni so'rag'isi keladi. Ya'ni Chex Jamhuriyatidagi siyosiyonlar va xalqidagi bu jasoratning manbasi zodi nada? Men bu xil holatni abadiy davomlashadi deb qaramayman. Chunki siyosat o'zgarib turdi. O'xshamagan siyosiy organlar o'xshamagan vaqtda davlatni idora qiladi. Biroq navbatdagi siyosiy sahnamizda demokratiya va kishilik huquqni himoya qiladigan kishilar zo'r darajada gavdalik. Biz bu jihatda tayyorlik deb o'ylayman. Chex Cumhuriyeti xalqi Sovet hokimiyatidan keyin mustaqillikqa erishgan boshqa xalqlarga o'xshashla o'z hayotining Kremlin ordusining hukmronligi ostida qanday bo'lganligini asrdan chiqarishgani yo'q. Shunga tashqi kuchlarning qo'lga aylanib qilish yoki ularning tutquniga aylanib qilish odamni umidsizlantiradigan ishdir. Kommunistik hokimiyat ag'darilgandan keyin bizning tunji qatim demokratik usulda saylanib chiqqan rahbarimizning Vaslav Havel bo'lishi bizning ta'limimizdir. Hurlik va kishilik huquq uchun dunyoning boshqa joylaridagi ezilayotgan xalqlar uchun kurash qilish uning siyosiy maydoni bo'lgan. Uyg'ur xalqi Vaslav Havelni suydi. Uning irodasi, insonparvarligi va jasoratiga qoyil. Sizga yana bir qatim rahmat. Navbatda dunyoda Uyg'urlarning masalasiga berilgan diqqatni buningdan 5 yil avvalgi vaziyatga selishtirsak, bu diqqatning suslab ketayotganligini ko'ryapmiz. Yana kelib, nurg'un siyosiyonlar, kuzatuvchilar va kishilik huquq tashkilotlari Xitoyning Uyg'urlarga qaratayotgan irqiy qirg'inchiligi texi to'xtag'ini yo'q deyishayotganligi ma'lum. Bu masalani qaytadan kun tartibga keltirishning biror usuli bormi? Masalan, Yevropa parlamenti bundan 5 yil ilgari Xitoyning siyosatini ayblab qarornoma ma'qullagan. Bir necha hafta ilgari mushundaq mazmunda bir qarornoma ma'qulladi. Biz Yevropa parlamentining buningdan boshqa biror amaliy harakat qilganligini ko'rmadik. Sizningcha masalani Yevropa parlamentida qaytadan kun tartibga elib kelib, Yevropa davlatlarining Uyg'urlarni texnik kuchli qo'llashini qo'lga keltirgili bo'lamdi. Bu masala, ya'ni Uyg'urlar masalasi haqidagi tunishni qanday o'stirish va bu kurashning qadamini qanday moslashtirish masalasi bugungi munozaradagi muhim masalaning biri bo'ldi. Men ommaviy munosabat mutaxassisi emas. Shunga ommaviy aloqa va donliq ijtimoiy taraqqiy vositalaridan qanday foydalanish haqida ko'p tushuncham yo'q. Lekin yuqoridagi maqsad uchun xizmat qilgan har qanday vositani qarshi olamiz. Qandaqda bo'lmasin biz g'arb allari orasidagi birlikdan chiqish qilishimiz kerak. Unda qilmasak biz yolg'iz qolamiz. Gerçi bugünkidek yig'inlarda bir yerga kelganimiz bilan amaliyotda har qaysi allarning parlamentlari orasida cho'nqur hamkorlik yo'q. Siz tilga olganingizdek Yevropa parlamentidagi qarorlarni chiqargandami, ba'zi davlatlarning pizi pishmagan ishlari bo'lgan. Men haqiqatan birovlarning bir yerga kelib ish qilishi hamda boshqalarga yordam qilishning sepiga qatilish yo'llarini topib chiqishni umid qilaman. Bu haqiqatan bu qiziqarli bir ish. Ma'lum ma'nodan aytganda bu bir xil o'zini idora qilish masalasidir. Chunki davlatning ichki qismidagi bozorda o'xshamagan sohalar mavjud. Ularning ichida tashqi savdo masalasi intayin unumlidir.
Hozirgi ahvolni aytganda, Xitoy o'zining tashqi savdodagi o'rnini ham undan kiradigan iqtisodiy kirimni yo'qotib qo'yayotganligini his qilsa, bu xil holat Xitoyni navbatdagi qilmishlarini o'zgartirishga majburlaydi. Oxirida shuni so'rab olsam, biz suhbatimizda irqiy qirg'inchilikning davomlashayotganligini, ammo uningga qartilgan diqqatning tuvallayotganligini deb o'tdik. Xitoy hozir barliq vositalardan, jumladan axborot va hukumat amaldorlarining og'zidan foydalanib, o'zining Uyg'ur rayonida o'tkazgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini inkor qilyapti. Bu xildagi qabohatlik reallik Uyg'ur jamoatiga umidsizlik elib kelyapti. Bundaq ahvoldagi Uyg'ur xalqiga sizning deydigan yurak so'zlaringiz bormi? Ümitni yo'qotmanglar. 1989 yili 19 noyabrdan kam deganda 3 hafta burun Chex Cumhuriyatimizda siyosiy vaziyatning o'zgardiganligiga qarata hech qanday ishonchimiz yo'q edi. Lekin 3 haftadan keyin biz g'oyat zo'r o'zgarishga shohid bo'ldik. Albatta, u chog'da ba'zi xalqaro muhitning ta'siri bor edi. Albatta, ishlar o'z aynan takrorlanmasligi mumkin. Ammo adolatsizlik mangu hukmron bo'lolmaydi. Ba'zida uzunga so'zilib ketadi. Shunga umidni yo'qotmanglar. Chunki inson irodasi hech qachon yengilmaydi. Rahmat, qimmatli so'zlaringiz va qimmatli vaqtingizga rahmat.